Hurmatli Chorva TVni ashaddiy muxlislar, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, mana buni toza Hisor elita ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kunimizga yakshanba 23 noyabr, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy qishlog'idamiz akalar. Bularning soni 40 bosh akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, 5.500.000 so'mdan hammasini bir joyga beramiz dedilar. 100.000 plus minus dedilar. Tanlab olishga akalar. Qo'ylarni bir boshqatdan tomosha qilamiz akalar. Ikki partiya, ikkinchi partiyamizga 10 ta Hisor ustidan bor. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamiz akalar. Buni soni 10 dona, bir dona sarig'i bor, 9 ta toza Hisor ustidan akalar. Tikka dumba, osilgan dumbasi yo'q. Hammasi tikka dumba akalar. Xo'sh, bularning narxi 5.400.000 so'mdan bir joyga olgan odamga ketaveradi akalar. O'sha bo'ybasi 80 plus minus akalar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaveramiz.